Turbalaringizni bir-biriga ulayotganda hali ham mamlaqa muftalardan foydalanayotgan bo'lsangiz, katta xato qilyapsiz. Nimagaligini hozir sizga tushuntiraman. Ko'pchilik ustalar ko'ryapsizlar, mamlaqa primoy kelgan kanalizatsiyani mamlaqa mufta bilan ulab qo'yishadi. Bu juda ham katta xato bo'lishi mumkin. Nimaga deydigan bo'lsangiz, bu mufta yil o'tishi bilan ko'ryapsiz, mana rezingasi bo'ladi. Bu rezingasi chirishi mumkin yoki bo'lmasa qotib qolishi mumkin. Katta ehtimol bilan suv o'tkazib yuboradi. Mamlaqa primoy joylarda agar xuddi shunaqa bo'lmasligi uchun nima qilishimiz kerak deydigan bo'lsangiz, ko'ryapsiz, siz uchun Garlavina Nero brendidan olib kelib qo'yganmiz. Buni quliyligi, afzalligi nimada deydigan bo'lsangiz, ko'pchilik bir xil befarosat kafilchilar bo'ladi-da, mamlaqa turba tashab ketadi, santexniklar turba tashab ketadi-da, kafil bilan baravar qilib boshini kesib tashlaydi. O'shanaqa paytda turba ulayman deydigan bo'lsangiz, bir-biriga ulab bo'lmaydi. Ma'mini ulaydigan bo'lsangiz, juda ham katta xato bo'ladi. O'shaning uchun mamlaqa Garlavinaga shuni ko'ryapsiz, mana turbaga tiqasiz, bu tomonini mamlaqa qilib ulab ketaverasiz. Hech qanaqa suv qo'yib yormaydi, mustahkam hisoblanadi. Xuddi mana stildan foydalanadigan bo'lsangiz, sizda umuman muammo bo'lmaydi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.